Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Sizlar e'tiborlaringizga bugun men Qiziriq Jahon bozori yonidagi temir eshik, darvoza, karavot sexiga yetib kelganmiz akalar. Mana eshiklarni hozir birma-bir yoritib, darvozalarni ham ko'rsatib o'tamiz, narx-navolar bilan tanishtirib. O'tkir aka, assalomu alaykum. Yaxshimisiz aka, salomatmisiz? Ishlaringiz yaxshimi? Charchamayapsizmi? Aka, bular narx-navolar bilan bir tanishtirak obunachilarni. Darvozadan boshlaymizmi? Darvozalar razmerlari qanday aka? Razmerimiz aka. Aha. 3,5 ga 2,5 shu tur. 3,5 ga 2,5 bu tarafga o'tay. Aha. 3,5 ga 2,5. Kvadrat 600 ming so'mdan kvadrati. Yak ko'tarilib ketaveradi. Narxlar, ha. Zakaz buyurtmaga qarab, holatiga qarab, ha. Mana eshiklar qaranglar. Zamonaviy ko'rinishda zakaz mana. Qiziriq Jahon bozori. Shunday ro'parasida, yonida. Qiziriq Jahon bozorining ro'parasida. Akalar mana buyurtma asosida to'liq yasab boraverasiz. Yasab. Ha. Bo'ldi. Qalin yuqa. 2 metr qanaqasidan? Razmerlariga qarab. Narxlari kelishiladi. 600 ming dan boshlanadi. Boshlanadi, ha. Yoki ketaveradi. Ha, bu yoqqa ketaveradi. Eshiklarchi aka, birma-bir tanishtirib o'tay. 750 ming. 750 mingdan. Mana shu holati. Mana shu turishida 750 ming. Zamoklari, ha, sifatli zamoklar qo'yilibdi. Bu taraf MDF. Ichi MDF. Mana bu taraflar mana. Holati zo'r. Buni ham razmerlariga qarab buyurtma asosida. Tayyorlari ham juda ko'p ekan bugun. Tayyorlari ham ko'p ekan. Buyurtma asosida ham. Ya, xohlagan razmerda. Mana yasab beramiz deyaptilar. Buni endi 700 ming deyapsiz. 750 ming so'm. 750 ming so'm qilib berasiz. Kelishiladi. Yana ham. Dastavkalarchi aka qanday bo'ladi? Kelishilgan holatda. Dastavka kelishilgan holatda Surxondaryo bo'yicha. Surxondaryo bo'yicha ekan dastavkalar. Akalar, buni qarangizlar. Eshiklarni qanday sifatli qilib yasab qo'yishgan. Endi qaranglar, qo'l mehnatida baribir. Qo'l mehnati. Bittadan like bosib qo'yasizlar degan umiddamiz. Bularchi aka? Bular har xili bor ekan, lekin har xil turi bilan bor ekan. Turi bilan hammasi kelishilgan holatda. Narxi kelishgan. Bular 650. Bular 650 dan ekan akalar mana. Mana. Ular ham sifatli. Ichki tarafi MDF mana. Yopilishlari ham yumshoq ekan, ana. Yopilishlari ham yumshoq mana. Taqir-tuqir bo'lmaydi mana. Davom etamiz mana. Hammasi kulishli. Mana 2 qavatlimiz bor. 2 qavatli ham. 1 million 200. 1 million 100 dan mana. Ichki taraf endi. 1 million 100 dan qilib beradilar. Qulflari. Yana ham endi kelishib savdo qilasizlar. Ichi MDF. Telefon nomerlari aytaylik aka. 99lik 944 89. Bitta shu nomermi, yana bitta aytamizmi? 99lik 075 91 00 nomeriga bog'lanib savdo qilib kelib ko'rib olsalaringiz bo'ladi. Yana telefon qilsalaringiz dastavkalar ham bor akalar. Dastavka xohlagan razmerlarda bor. Har xohlagan razmerda. Joyi kichkina bo'lar, kattaroq bo'lar, razmer tushmas. Bizga aytsa razmerini o'zimiz o'lchab, razmerini aytsa yasab, yasab. Seximiz bor ekan. Sex bor. Darvoza, kravat, eshik, hamma narsa o'zimizda. Darvoza, kravat, eshik. Ranglari xohlagan rangda, xohlagan o'lchamlarda. Ha, mana buni qaranglar qanday. Xohlagan rangga chiqargan. Bular ham juda juda sifatli ishlangan ekan, ha. Sexda mana shular ishlab chiqarilyapti akalar. Zakaz bilan tayyorlar. Mana shular qancha bilan chiqyapti aka? 750 ming. 750 ming qilib beryapsizlar, ha? Mana. Akalar mana. Akfa eshiklarda menimcha bular baquvvatda aka. Albatta. Ancha baquvvat. Temir eshikka kelmaydi. Temir eshikka kelmaydi. Tashqariga-da asosan bular. Tashqariga asosan. Ichkariga qo'ymaydi, tashqariga qo'ysan issiq sovuq bo'lgan joylarga albatta chidamli. Narigi o'zgarib, kengayib, qiyshayib qolmaydi-da temir eshiklar. Shunisi zo'rda. Tashqari. Yopilishi ham, yumshoq mana.
Yopilishi ham har xil. Rangini tanlasalaringiz, rangi chiqarib berilaveradi. Razmerini Ha. xohlagan holatda chiqarib beradi. Chiqarib beriladi. Ichkarida ham bormi aka? Mana bularni ham bir ko'rsak mana. Razmerli har xilidan bor. Buyurtma asosida chiqarib beraveradilar. Yasab beraveradilar. Dastavkalar Surxondaryo bo'yicha ekan akalar. Yetkazib beriladi. Kelishilgan holatda mana eshiklar qarangizlar. Temir darvoza eshiklar. Sifatiga gap bo'lishi mumkin emas. Mana o'zi shu yerdan 650 ming. bular 650 dan. Nechtasi 650 dan bular? Hammasi 650 dan bular mana. Hammasi 650 dan akalar. Telefon qilasizlar. Telefon qilasiz. Kelishilgan holatda. Kelishilgan holatda. Shuni screenshot qilib, mana shu eshik razmeri nechi deb Telegramdan tashlab berib, so'rasalaringiz hammasini aytadilar. Hammasiga chiroz qo'ydiryapman. Hamda chirozlari bor, mana. Chirozlari bor. Mana ochish. Yopilishi. Yopilish. Mana yumshoq. Juda yaxshi. Sifati juda yaxshi. Seximiz patronda hamma narsa bor. Hamma narsa bor. Bundan tashqari kravatlar ham yasaladi aka. Kravatlar razmeriga qarab. Temir yasaladigan nimaiki bo'lsa yasab beradi. Temirdan. Kravatlar ham razmeriga qarab qanday bo'ladi narxlari aka? Narxlari kelishadi. Narxlari kelishiladi. Telegram gruppamiz kanallarimizga lokatsiyalarni ham tashlab qo'yamiz akalar. Bemalol kirib kelishib, razmerda kim qanaqa xohlasa, shunaqa xohlagan razmerda yasab beriladi. Yana akalar, Qiziriq Jahon bozorining yonida joylashgan akalar. Temir darvoza eshik seximiz. Bittadan like bosib qo'yasizlar. Mana qo'l mehnatida akalar baribir. Olmasalaringiz ham bittadan like bosib qo'yingizlar. Narxlarni yoritib boryapmiz akalar. Film tugadi.